Dada, men mobilga qilmoqchiman. Zo'r. Davay, qil bacham. Lekin muammo bor-da. Qanaqa muammo? Telefonim yo'q. Kakrat, shunaqa deyishing bilgantimman. Senga yangi telefon olib qo'ydim. Honor 400 Lite. Zo'r telefon bu. Bu telefon bacham batareykasi kuchli, uzoq muddat ishlab beradi. Undan tashqari tezkor protsessori ham bor. Tezkor foto va video. Undan tashqari ana bu yerda kamera funksiyalarini boshqarish uchun tugmasi bor. Zo'r telefon bacham. Ma, mobilograflik bemalol qilasan. Rahmat, dada. Dadam yotibdilar-ku, zo'r kadr olsa bo'ladi hozir. Qanday chiqqan dada? Zo'rmi? Nima bu? Siz obzoringiz Instagramga qo'yaman, dadam obzor deb. Trend bo'ladi, zo'r. Yo'qot buni. Yo'qot, o'chir buni. O'chir kerak emas. Zo'r qilib mana uni gap aytib bering, men montaj qilib Instagramga qo'yaman. Qanaqa manolga? Farq yo'q, kallangiz ekan, любой bitta mana uni gap ayting, men video olaman. Rasvo bo'lmayapmi? Ha, dada, zo'r bo'ladi. O'tiraymi? Ha, o'tiring. Oh. Qani 3 2 bor. Mehnatning tagi rohat. Bo'ldi dada, zo'r chiqdi. Endi men buni montaj qilaman, hozir ko'rsataman sizga keyin. Mehnatning tagi rohat. Kelaman ko'changga ko'rgani, axir sen Qanday chiqqan dada, zo'rmi? Bugun 6 da Instagramga qo'yaman, trend bo'ladi endi bu. Qarang. Yo'qol ko'zima ko'rinma. Bekor telefon olib beraman-da. Zaman pul. Yaxshimisizlar, o'rni. Yaxshimisiz? Men qarang, men shu to'y egasi bilaman. O'g'lim to'y bo'lyapti. To'y boshlanglar, odamlar kutib qoldi. Moqat pishdi. To'y kabob. To'y kabob yeymayman. Men senga to'y kabob yeyman. Shashlik yeymiz. Hay, keltiramiz shashlik. To'y boshlanglar. Hay, paqirdaman, boshlaymiz. Shashlik yegaylik. Ketdik. Qani? Ha. Nima qil? Biz keldik, hech kim kelmasin. O'lingda tutib shuni. Hay, shu yerda, ye. Ras. Menga qarang. Shashlik yeymiz, keyin qo'shiq boshlaymiz, qaymi? Menga qaranglar qani? Sizlar bilan yaxshiroq qo'shiqlaringiz bormi? Mani tanimaysizmi? Yo'q. Nimaga tanimaysiz? Seni nimaga tanish kerak bu? Sen pandan sobiribmisan, sen taniydimi? Tanishtir o'zingni. Men o'zim tanishtiradigan bo'lsam, Kuala Lumpur xalq artisti Quvondi Qalampirman. Ana Quvondi Qalampir deyman buni. Nimaga qalampir bu? Mani qo'shiqlarim odamning qalbiga qalampirdek botgani uchun Quvondi Qalampir. Yomon achchiq shunday qo'shiqlar. Bu yo'g'i mana 5im zapaska deyman. 5im zapaska. Nimaga bu yoq zapaska? Endi buni tomoq og'rigan paytda zapasda men aytaman-da qo'shiq. Bu yoqda ham oxirgi sastav bu yog'i 6 oy tintin. Nimaga ting yo'q? Ana shu elka tinglatadi. Menga qaranglar. Hozir odamlar keladi, kayfiyat ko'taradigan muzikalardan qo'yinglar. Xo'p. Shashlik yeymiz keyin. Keldi, olib kelaman. Hozir olib kelaman. Shashlik harakatini qiling. Shashlik sizga gapirmaymiz. Dadam sizlarga shashlik olib keldilar. Sastav shashlik. Ye. Zo'r talantingiz bor ekan, bilasizmi? Qayerdan bildingiz? Kelajakda zo'r qo'shiqchi bo'lasiz. Shunchalik sezilyaptimi? Ha, o yurishingizdan bildim hozir. Shashlik yegaylik, sashligi. Zo'r talanti bor ekanda. Hay, talant hozir nima kerak? Shashlik yegaylik qani? Dadam qayerga ketdam aka? Dadangda shashlik olib kelgan qiz bor-ku. Shuni kasting qilaydi deydi. Nimaga kerak ekan unda yana odam? Men dedim. Yere tekkanmisiz? Yo'q, ajrashganman. Bilasizmi? Ichingizda alov yonib turibdi sizning. Shunday zo'r qo'shiqchi bo'lasizki siz. Talantingizdan odamlar hayratda qoladi. Nima bo'ladi? Bu kim? Dadam. Aka, sizda zo'r talantingiz bor. Bilasizmi qanaqa talant? Aktyorskiy zo'r sizni. Yuragi ana nima bo'ldi? To'yimiz yaxshigina tayoq yemay ketadi. Tur. Ha? Yo'q, dadasi yomon ekan. Tur. Oldi. Mikrofon qani? Menga qaragan Quvondi. Nima patir desa, nima bo'ldi o'zi? Yo'q, dadasi urdi. Mikrofon ada, men eshitdim o'zi. Nimaga uradi? Qizi ekan. Qizi. Ha, bo'lmasa boshlagaylik tezroq. Hey! Fleshkan, tiq fleshkan.
Bugun Shahriyorjon va Gulnozaxonlarning vaqti sog'liq oqshomiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib biz o'z qo'shiqlarimizni boshlaymiz. Premyera qo'shiqlarimiz. Ha? Dada fleshga uyda qolgan. Ha? Dadang jonli ayta olmaydi-ku. Bilishgan to'p. Dada esdan chiqib uyda qolashi. Nimaga ishmi? Xo'pday gap eshitgan, hozir biz uchimiz ham o'ldiraylik, tezroq nima qilaylik. Cholib beraman, jonli ayting. Qanday aytadi jonli? Aytmaganman jonli. Abramalagalik, sanam mana jonli. Talablarga binoan qo'shiqlarimiz davom etadi. Rostmi hammasi tug'ma. Ikkinchi kupletini aytma. Kayfiyatni qochirar. Orqangdagi dumba. Shunday qobiliyating bor. Hammaga ma'lum. Menga qara, qanaqa qo'shiq aytibsan? Dumba pumba desa, odamni o'tirib tikib berdi. Bu premyeramiz chumchuq dummas deyiladi. Men aytib o'tirman, ikkinchi kupletini aytma qo'yam. Ana urvatadi, aytib o'tirsan. Fleshkani yoningda bo'lib yursin deydim men senga. Men senga aytib o'tirib qo'yandik, ikkinchi kupletini aytma, ana dumbani aytding axir. Faqat sekiroq akiyo, sekiroq. Dadajon, hozir siz bilan relaks massaj qilamiz. Tayyormisiz? Akiyo, bu oyoq gapirmay turibdi-ku. Qalay qaynota, oyoqlaringiz ozgina bo'lsa ham bo'shashdimi? O bo'shashku mayli, ishlamay turibdi bu. Ibi. Keling yana bitta zo'ri bor o'shani qilamiz. Yo'q, kerak emas, qo'yla kerak emas. Qo'y kerak emas. Ku, bu ketdi-ku bu. Qalay qaynota? O ketdi bu. Yengilmi? Ha. Oxirgisi bor, pastlaydingiz. Kulminatsiyoni Rahmat, yo'q. Yo'qni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Uni ko'rsatib. Yo'q, kerak emas. Iltimos, kerak emas. Qaynota zo'r bo'ladi ishoning. Zo'r bo'ladi. Iltimos. Qani? Ha, bo'yin qachminiga ketdi. Kuyov bo'lsa shunday bo'lsin. Qaynotani massajcha qilib o'tiribdi. O, qaynota mamsiyasi, kelin qani o'zi sizni kutib o'tirgandim. Belchilaringizni bir relaks massajlar qilib bering, keling. Kakrasda 40 yildan men massaj olmagandim. Belim ana sherisida tuzib bor. Bitta massaj qiling. Buni faqat teshig'i salli turib ekan-a. Amsiyani kuyovi. Ko'zi yegri qilding-ku. Qarang, keling, oxirgisi. Yo'q. Oxirgisi. Ha, kerak emas. Amsiya. Nimaga aytmadingiz? Aytdim, aytmadingiz-ku. Balandroq aytish kerakdi.